Salom, qalaysizlar? Salom. Yaxshimi? Sizlarga savolimiz bor matematikadan. Qirg'izistondan kelganmisizlar? Zo'r. 60 bo'lingan 5, 60 разделить будем на 5. Nech bo'ladi? 65 ga bo'lsak. 301. Yo'q, 301 emas. Yo'q. Qaranglar, oson usul o'rgataymi sizlarga? Eng oson usul o'rgataymi? 54. Молодец, Я вас zo'r. видела в Инстаграме. Кто я? Я ваше имя не знаю, Здравствуйте. но я вас увидела. Вы же там мектептерге барасыңар го? Aha. Ошол жактан көргөм да. Ha, shunaqa. Qaranglar. Teacher Sardor. Xo'p, qaranglar, men sizlarga oson daftar ruchkalaringiz bormi? Men sizlarga oson usul o'rgataman. Ili og'zaki o'rgataymi oson usulni. Masalan, 60 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. 60 da 0 bormi yo'qmi? Shuni o'chirasa nechi qoladi? 5. Yo'q, 6 qoladi. 6 ni 2 ga ko'paytiringlar, tamom, javob chiqadi. 12 chiqadi. Tushundingizmi? Masalan, 70 ni 5 ga bo'lmoqchimisizlar, 0 ni shunday o'chiringlar, nechi qoladi? 7 qoladi. 7 ni 2 ga ko'paytirsak nechi? 14. Tushundingizmi? Masalan, 320 ni ham 5 ga bo'lish uchun 320 dagi bitta 0 shunday o'chirasa nechi qoladi? 32. 64. 2 ga ko'paytirsak 64. Tushundingizmi? Xo'p, endi o'rgatgan oson usulim bo'yicha savol beraman. 240 ni 5 ga bo'lsak nechi? 18. Yo'q, 240. 28. 240 разделить будем на 5. 240. 240 разделить будем на 48, молодец. Tushundingizmi? Например, 500 не 500. 510 разделить будем на 5. Сразу 0 стираем и 51 умножим на 2. 102. Да, 102, 102, правильно, молодец. Красавчик, gap yo'q. Qalay bo'lyapti Toshkentda aylanish? Mayli, bu safar. Xo'p, bo'pti. Buni internetga bosib. Ha, Instagramga Teacher Sardorga obuna bo'lib qo'yinglar. Rahmat. Matematika qiyin fan emas. Matematikaning eng oson usullari xuddi shunday tarzda o'rganishni xohlasalaringiz, o'sha ko'rsatilgan nomerga telefon qilib, joylaringizni band qilsalaringiz, shaxsan o'zim farzandlaringizni olib kelsalaringiz, tekshirib, olish qobiliyatiga qarab mazkur joylashtiraman. Xudo xohlasa 1 oyda natijasini ko'rasizlar.